Assalomu alaykum hamma kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Hozir mana gaza bo'lib, pena bo'lib ishlab chiqaradi. Siz yetganmiz do'stlar. Gaza bo'lib ishlab chiqarish uskunalarida yarim kubalik qolpimizda 2 dona bo'ladi. 4 dona zajinni qisirga, bitta shablon reskasi bo'ladi. Universal 10, 20, 30 silentni xohish talabiga qarab kesib beraverasizlar. Bir dona yarim kubalik mishalkamiz bo'ladi. Bundan tashqari suvonklarimiz bor. Bir dona suvonkis 110 litr tepada suv o'lcham bochkasi bo'ladi. Suv isitib beradigan. Gaza bo'lib, pena bo'lib uskunalarni O'zbekiston bo'lib yetkazib beramiz. Bu pena bo'limiz rasm bochkasi. G'ildirali qilib bir kishi bemalol kuyadigan moslangan. Bu yoqda penaga rasm bochkani asli turadi. Qoliplarni, sharnini qolipni tayyorlab beramiz. Latolistlar mana bu yoqda. Pena bo'lib, gaza bo'lib uskunasi kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda raqamlar aloqaga chiqib qo'yasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bor. Olib borib o'rnatib, kuchlar o'rgatib, ishga tushirib beryapmiz do'stlar. Gaza bo'lib uskunamiz 1,5 ming dollardan 7,5 ming dollargacha uskunalarimiz bor. Ruchnoy sexlar yo'lga qo'yib beramiz. Ko'rib turganlarda bir dona qolpimizni 8 dona zajim ushlab turadi ikki tomonni. 2 dona qo'yilmagan. Qoliplarimiz yarim kubalik 0,43 forma 20-30-60 razmerdagi bloylardan 12 dona chiqadi. Choklari yamalmaydi albastirda, xudo xolasa. Stiklari, zazorlari joyiga keltirilgan, lazer nistronida kesilgan. Profillar tag profil qismi 6 ga 4, 1.7 stena qalinlikda, yonidagi 5 kumush, bu ham 1.7 stena qalinlikda profillardan foydalanyapti. Bir komplektimizga bir tonali suvonkisimiz ham kiradi. Shuning ichida montajlar bilan motorlarni qo'yib, chiroyli qilib suvlardan kiradi, yonida tenlari bo'ladi. Shulargacha qo'yib ishga tayyor holatda qilib beramiz. Ekranda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib qo'rasizlar. Pena bo'lib, gaza bo'lib uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bundan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin.